Tezkor xabar: Davlat xavfsizlik xizmati bosh boshqarmasi boshlig'i vafot etdi. Azizlar, ushbu xabar boshqalarga ham yetib borish uchun video ostiga bir dona like bosishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati bosh boshqarmasi boshlig'i lavozimida faoliyat yuritib kelgan polkovnik Agzam Faxriddinovich Izbosarov vafot etdi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati ma'lum qildi. Agzam Izbosarov O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari bosh shtabi aloqa boshqarmasi boshlig'i lavozimida ish olib borgan. Keyinchalik hududiy elektr tarmoqlari AJ boshqaruv raisining elektr tarmoqlaridan foydalanish bo'yicha birinchi o'rinbosari lavozimida ham ishlagan. Ma'lumot uchun, Agzam Izbosarov texnika fanlar nomzodi, texnika fanlari doktori, ilmiy darajaga ega. U 2005-yilda O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan aloqa xodimi faxriy unvoni hamda 2021-yilda Mardlik ordeni bilan taqdirlangan.